Assalomu alaykum hammaga. Demak, darslarimizni boshlaymiz. Xo'p, bugun o'rganadigan narsamiz asosiy operatsion tizim sifatida Windowsni o'rnatishni ko'rib o'tamiz. Xo'p, versiyasiga keladigan bo'lsak, men Windows 11 ni tanladim. Hozir ko'rib turibsizlar, asosiy operatsion tizimim Windows 10, lekin buni o'chirib yuboramiz Windows 11 ni o'rnatamiz. Nimaga? Ya'ni sizlar hamma narsani noldan ko'taramiz. Kompyuter oldiga keldinglar, tasavvur qilinglar, unda yoki biron bir operatsion tizim bo'lishi mumkin yoki boshqa nimadir bo'lishi mumkin. Uni o'chirib yuborib, o'rniga biron bir operatsion tizimni o'rnatamiz. O'sha o'rnatmoqchi bo'lgan operatsion tizimimiz bo'lsa Windows 11 bo'ladi. Xo'p, yuklab olish uchun Microsoft saytiga kirasizlar. Xo'p, Microsoft saytiga kirganlaringda download Windows deb yozsanglar, shunchaki pastroqqa tushsanglar, mana bu yerda ISO obrazini yuklab olish mumkin, ya'ni 64 bitligini. Xo'p, bu yoqdan tanlab olasizlar, ya'ni qaysini yuklab olmoqchi bo'lganlaringni tanlaysizlar. Keyin pastga tushasizlarda download 64 bitligini yuklab olasizlar yoki bo'lmasa sizlarni xarakteristikalar 32 bit bo'ladigan bo'lsa 32 bitligini yuklab olasizlar. Asosan 64 bitlik bo'ladi. Yuklab olasizlar, ya'ni men bu yerda yuklab olganman, o'sha to'xtataman. Keyin bizga kerak bo'ladigan yana bir narsa Rufus degan dastur kerak bo'ladi. Xo'p, Rufus dasturi fleshkamizga operatsion tizimni yozish uchun kerak, ya'ni. Xo'p, bu yoqdan Rufus degan saytga kirasizlar, Rufus saytiga, keyin pastga tushsanglar, standartni versiyasi bor Windows uchun. O'shani yuklab olasizlar, ya'ni 4.9 versiyasini yuklab olasizlar. U sizlarga mana bu versiyani beradi. Xo'p, keyin sizlarga bitta fleshka kerak bo'ladi. Fleshkani bo'lsa, kompyuterlarga tiqib olasizlar. Kamida 8 GB yoki 16 GB lik bo'lishi shart. Xo'p, keyin buni ishga tushiramiz endi. Xo'p, demak, yes. Endi ochganimizda ko'rganlaringdek xuddi shunaqa ochiladi ekrani. Xo'p, bu yerdan fleshkalarni o'zi avtomatik tanib oladi, ya'ni keyin bu yoqqa select qilib yuklab olgan Windows 11imizni kirgizib olamiz. Open deb bosaman. Xo'p, keyin o'zi ko'rsatyapti standartni, ya'ni standartni Windows installation deb ko'rsatyapti. Okay, o'shanda qoladi. Keyin bu yerdan partition schema degan narsa bor. Xo'p, nima deyapti? Yes. Keyin GPT yoki bo'lmasa bu yerda MBR turibdi. Sizlar qaysini tanlayman deyotganlar uchun shunchaki Windows R tugmasini bosamiz. Keyin bu yerdan MSF info 32 deb yozishimiz kerak bo'ladi. Bu bizani, ya'ni mana bu kompyuterimizning xarakteristikasini, ya'ni ko'rsatib beradi. Unga kiradigan bo'lsak, pastroqqa tushganlaringda BIOS mod degan joyiga qaraysizlar. UEFI deb turgan bo'lsa, menda misol UEFI deb turibdi. O'shaning uchun bu yerga kelamanda GPT ni tanlayman. UEFI bo'lsa GPT tanlaydi. Mana o'zi UEFI deb turibdi bu yerda target systemga. MBR ni kim tanlaydi? MBR ni mana bu yerdagi BIOS modi Legacy yoki bo'lmasa KCM bo'lib turganlar tanlaydi. Legacy yoki KCM o'shanga o'xshagan nimadir UEFI dan boshqacharoq nom bo'lib turganlar MBR ni tanlaydi. Mana bu yerdan kelib MBR ni tanlab olasizlar. Men bo'lsa GPT ni tanlayman. Okay. Xo'p, bu yerda o'zi ko'rsatib turibdi. NTFS o'zi default berayotgan 4096 ni nima qilamiz? Keyin start ni bosaman. Xo'p, keyin ko'rganlaringdek bu yoqdan nimani yoqishimiz kerak, nimani o'chirib qo'yishimiz kerak. Birinchisini yoqish ham tavsiya etiladi, ham tavsiya etilmaydi. Men misol uchun o'chirib qo'ymoqchiman. Xo'p, ikkinchisini yoqib qo'yamiz, ya'ni offline o'rnatishimiz mumkinligi uchun, ya'ni Microsoft akkauntimizni. Keyin username tanlaysanmi deyapti. Albatta men o'z termin deb nom qo'ydim. Sizlar o'zingizlar nom qo'yishingiz mumkin. Qolganini yoqib qo'ymanglar, kerak emas. Faqat shu ikkalasini yoqib qo'ysanglar bo'lgani. Keyin OK ni bosamiz. Fleshkalarda nimadir bo'lsa o'chib ketadi. O'shani ham hisobga olinglar. Ya'ni bu yerda ogohlantirish chiqyapti. Hamma narsa o'chib ketadi degan. OK ni bosaman. Menda o'zi o'rnatish boshlandi. Ya'ni fleshkamga Windows 11 ni yozib beryapti. Bu Rufus dasturi o'sha operatsion tizimimizni asosiy operatsion tizim sifatida o'rnatish uchun. Hozir ko'rib turganlaringiz Windows 10, o'sha Windows 10 ni o'chirib yuborib Windows 11 ni o'rnatamiz. Ya'ni hamma narsani noldan boshlaymiz demoqchiman. Tushunyapsizlarmi? Xo'p. Juda ham ajoyib.
ozroq kutib turamiz. Bu vaqt oladi bizda. Xo'p, demak bizda 50% to'ldi. O'sha ya'ni 60% desam bo'ladi. Aytganimdek ozroq vaqt oladi, kutib turamiz. Xo'p, demak bizda o'sha tayyor bo'ldi. Ya'ni ready deb tayyor bo'ldi. Xo'p, endi biz nima qilamiz? Kelamiz. Xo'p, close bosamiz. Endi xo'p, aytganimdek, xuddi shu tarzda o'rnatsanglar, fleshkalaringga, sizlarning fleshkalaringga Windows 11 ni o'rnatib beradi. Va hozir ko'rib turgan Windows 10 larni o'chirib yuboramiz. Hamma narsani noldan tiklaymiz, qayta ko'taramiz demoqchiman, ya'ni. Xo'p, endi nima qilamiz? Xo'p, boot menu bilan BIOS setupni topib olishimiz kerak tugmasini. Ko'p kompyuterlarda F12, F10, F9, ESC, F1, delete tugmalarida bo'ladi. Sizlar o'sha tugmalarni birinchi bosib ko'rib topib olishingiz mumkin bo'ladi yoki internetga shunchaki modelini berib. Xo'p, endi demak kompyuterni o'chiramiz. Ya'ni o'chirmaymiz, restart beramizda. Restart bo'layotganda, ya'ni qora ekran chiqqan paytida S tugmasini bosib turamiz. S tugmasini bosib tursak, bizga u ya'ni startup menyuga olib kirish kerak. Katta ehtimol bilan aytdim, startup menyuga olib kiradi. Endi ko'rib turibsizlar, F1 System Information, F2 System Diagnostica, F9 Boot Menu, F10 BIOS Setup, F11 System Recovery, Enter Continue Startup deb qo'yibdi. Xo'p, aytganimdek, men S bilan qolgan tugmalar nima vazifa bajarishini bilib oldim. Demak, sizlar ham shunaqa qilib bilib olishingiz mumkin. Yoki aytganimdek F12, F9, F10 delete tugmalarida bo'lishi mumkin. Ya'ni BIOS setup va boot menu. Xo'p, bizga kerak bo'ladigani bu yoqda BIOS setupga kirib olamiz. Birinchi o'rinda ko'rganlaringdek BIOS setupga kirdi. Endi bu yoqdan to'g'rilaydiganimiz boot options qatorida security boot qatoriga tushdim. Ko'rganlaringdek disable turibdi. Disable turish kerak. Ustiga enter bosadigan bo'lsam, sizlar mabodo enable turgan bo'lsa, sizlar disable ga o'tkazib qo'yasizlar. Shart. Disable turgan bo'lishi shart. Keyin bu yoqda o'ngda ko'rsatib turgan, o'ngda tepada F5 bilan F6 ni tugmalari bilan, ya'ni o'zgartirish mumkin deyilgan. Ko'rganlaringdek, men hozir USB hard diskim bu fleshkam. O'shani birinchiga mana yuqoriga o'tkazib qo'ydim. Ikkinchi mana bu bo'lsa OS boot manager esa bu kompyuterning ichidagi Windows hisoblanadi. Xo'p, demak o'shanaqa qilasizlar, bo'ldi. Shu holatda qoladi. Endi qaytadan F10 ni bosaman, yes deyman va F9 ni bosaman, chunki boot menyuga olib kirish kerak u meni. Xo'p. Demak Xo'p, ko'rib turganlaringdek, pastdagisi bu Windowsning o'zi, ya'ni Windows 10 bor edi-yu, ichidagi o'rnatilgan. O'sha yuqoridagisi bo'lsa, mening fleshkam. Ya'ni ichiga hozirgina Windows 11 ni yozgan fleshkam hisoblanadi. Enter bosaman. Endi u meni o'rnatish jarayoniga olib kirib ketadi. O'sha yerdan bemalol o'rnatib olsak bo'ladi. Xo'p, ko'rib turganlaringdek, o'rnatish jarayoniga yetib keldik. Xo'p, bu yoqdan til tanlaymiz. Xo'p, shunchaki default holatda Amerika tili turaveradi, ingliz tilida. Keyboard, ya'ni klaviaturang qaysida, ya'ni US da tursin. Next. Xo'p, install qilamizmi Windows 11 yoki repair my PC qilamizmi deb so'rayapti. Men install qilib olaman deyman. Sizlar ham shunday qilasizlar, faqatgina men bu tugmani bosib qo'yishingiz kerak. Next. Xo'p, o'rnatish boshlanyapti bizda. Xo'p, bu yoqdan ko'rib turganlaringdek foydalanuvchi shartnomasiga rozimisizlar dedi. OK deb bosamiz. Xo'p, ko'rib turganlaringdek meni ya'ni qayerga o'rnatasan deb so'rayapti. Hozirgina bizda asosiy joyimiz 476.8 va qolganlarini ko'rib turibsizlar. Xo'p, biz nima qilamiz? Qayerga o'rnatasan deb so'rayapti. Kelinglar, xuddi shu yerga o'rnataman deb aytaman. Faqatgina qolgan narsalarni iloji bo'lsa o'chirib yuborasizlar. Delete qilib, delete partition bo'lmas ekan bular nimagadir. Xo'p, delete bo'ladiganini delete qilamiz
Shart emas bunday olib qaraganda. Xo'p. Mayli, bu 100 megabayt yoki 16 megabaytlar tura qolsin, mayli. Mana bu birinchisi bo'lsa, mening fleshkam. Bu fleshkaga o'rnatmaymiz, to'g'rimi? Xo'p, buni shunchaki nima qilamiz? Delete qilib olishimiz ham mumkin bo'ladi. Ya'ni bizga joy ajratiladi o'shanda. Xo'p, delete partition qildim. Endi bu ya'ni nima deydi? Joy bo'shaydi bu yerda. Xo'p, endi next ni bosadigan bo'lsak, mana bu eng katta joy edi. Xo'p, shunga o'rnatiladi. Xo'p, aytyapti Windows 11 Home versiyasi deyapti yoki check device specification. Okay, check device specification. Enter. Install qilamiz. Bo'ldi, bizda Windows 11 Home versiyasi o'rnatilyapti ekan, mayli. Xo'p, demak kutib turamiz, o'zi tayyor bo'ladi. Xo'p, demak bizda 30% to'ldi. Kutib turamiz, o'zi 100% bo'ladi hozir. Xo'p, demak bizda o'zi 58% bo'ldi. 100% bo'lguncha yana ozroq kutamiz. Demak 100% bo'lib, restart berib yubordi bu o'ziga o'zi. Xo'p, kutamiz. O'zi o'chib o'zi yonadi hozir. Restart bo'lib, ya'ni demak Xo'p, ko'rib turibsizlar, ya'ni o'chib yonayotganda o'zi install qiladi kompyuterni. Ya'ni ozgina vaqt oladi, ya'ni. Aytgancha men hozir fleshkani yana o'chirib yoqqandan keyin, ya'ni restart bo'lgandan keyin hozir fleshkamni sug'urib qo'ydim mana. Xo'p. Ya'ni hozir fleshka kerak emas, o'zi bo'ldi. Chunki install qilib bo'ldi kompyuter o'ziga. Endi shunchaki fleshkasiz ham o'rnatsak bo'ladi demoqchiman. Ya'ni Xo'p, ko'rib turibsizlar, bizda hozir Windows 11 o'rnatilyapti, yondi, ya'ni. Endi buni o'rnatib olishimiz kerak. Aytganimdek, fleshkani olib qo'yganman mana, ko'rib turibsizlar. Xo'p, United State turadi, yes qilamiz. Keyin keyboard qaytadan tanlaymiz ekan, yes. Xo'p, skip. Keyin endi bu yoqdan let's connection deyapti. Men o'zimni nimani tanlayman? Wi-Fi ni tanlayman. Wi-Fi ga ya'ni ulanaman. Parolimni teraman. Xo'p. Next. Next. Endi ozroq kutamiz. Xo'p, bu o'zi o'chib yondi, qandaydir restart bo'lib, o'zi bizda welcome deb chiqyapti. Menimcha o'rnatish o'zi yakunlanyapti, ya'ni Xo'p, locationga bizga ruxsat bermayman deyman. Find my device, diagnose data, type, trailer, address using eyes. Xo'p, mana bunga bittasiga ruxsat beramiz, qolganlariga ruxsat bermayman. Accept. Xo'p. Endi yana ozroq kutamiz. Just a moment deyapti. Xo'p, ko'rganlaringdek o'zi bizda Windows 11 o'rnatib bo'ldi sizlar bilan. Ya'ni tayyor deyapti o'zi. Xo'p. Demak, o'chirmay turamiz ekan, kompyuterimizni Windows 11 bizda o'rnatildi ekan. Xo'p, qarab turib ko'rganlaringdek nimagadir ruxsat berishing shart deyapti. Bizda location, banking type. Xo'p, mana shu ikkalasiga ruxsat beramiz, mayli deb. Xo'p, demak, sizlarni tabriklayman. Windows 11 o'rnatib bo'ldi, ya'ni. Endi buni bemalol ishlatamiz. Xo'p, keyingi darsda nima qilish kerakligini yana batafsil ko'rsatib beraman. Hammaga xayr, salomat bo'linglar.